Oldu. Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Bayramlar filialining boshlig'i Ismoilov Vohid bo'laman. Bugun fuqarolar bilan turli kanallar uchrashuvimiz belgilangan. Shu bo'yicha sizlarga rozman bugungi kunlarda oshirib turgan ishlar, yangiliklar to'g'risida ma'lumotlar, imtiyozlar to'g'risida ma'lumot berib o'tsam, keyin kimdan ichki savol, takliflar bo'lsa shu haqida eshitaveramiz. Prezidentimizni talablari topshiriqlariga asosan banklarda mahalla bankirlar shtatlari yaratildi, mahalla agentlar shtatlari yaratildi. Bu mahalla agentlari mahallada yurib aholini shu doimiy ish o'rinlariga jalb qilish, tadbirkorlik g'oyalarini amalga oshirish, istaklarini amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Bugungi kunda bizlarning mahalla kunlarimizda 10 mahalla biriktirilgan bo'lib, 10 mahalladan 10 ta agentimiz bugungi kunda ishga keltiriladi. Endi kreditlar bilan tartib qoidalarini tushuntiradigan bo'lsam, biznesga birinchi qadam kreditimiz bor. Bu 17 million so'mgacha plastik kartochka yetkazib berish yo'li bilan 25% ajratiladi, ayollarga 23% ajratiladi. 4 yil muddatda 6 imtiyozli davr. Endi buni asosiy sharti shu ishsiz fuqaroni o'zini band qildirib 412 ming so'm to'lovini to'latib, bu fuqaro o'zidan yaxshi bir yil staj hisoblanadi, ertaga pensiyaga chiqqanida yaxshi bo'ladi. Shu bandligi bilan fuqaro desak, ta'minotli sug'urta yoki 3-shaxs kafilligi 17 million so'mgacha qiladigan ishlarni qarab beriladi. Bu bo'lishi mumkin chorvachilik, tikuvchilik, shu o'zini uyingda nodir bir ish bilan mashg'ul bo'lib, xo'jaliklar qo'shimcha daromad keltiradigan ish bo'lsa, ajratiladi bu kreditimiz. Keyingi kreditimiz bu mahalla loyihasi 50 million so'mgacha ajratiladi. Buni foizi 25%, ayollarning 23%. 5 yil muddatda 2 imtiyozli davr. Bundan shu fuqaro o'zini band qilishi, kamida 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lgan bo'lishi kerak. Bular ta'minot turlari shu 3-shaxs kafilligi, kimdir kafil yoki sug'urta polisi bilan ajratiladi. Keyin yuridik tashkilotlar Prezidentimiz 312 qaroriga asosan kreditni ajratib keladi. Bu korxona tashkilot kamida 1 yil davomida faoliyat yuritgan bo'lishi kerak. Ushbu korxonalar shu ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, umumiy ovqatlanish, savdo yo'nalishlarini ajratadi. Bu kreditimiz 7 yil 2 imtiyozli davr bilan 19%dan tumanimizda 5-toifa beradi. Shuning uchun 19%. Agar ushbu korxona rahbarligi ta'sischisi ayol kishi bo'lgan bo'lsa, 17%dan beriladi. Endi bu yerda 100 million so'mgacha garovsiz ajratiladi, 100 milliondan oshgan qismi 300 million so'mgacha garov bilan ajratiladi. Savol tug'ilishi mumkin, yangidan hujjat bo'lmagan korxona yo'q deb aytishlari mumkin. Bu ham yechim berib qo'yibdilar. Evvel ailevi tadbirkorlik dasturi doirasida issiqxona, parnik, mol, tovuq, davolangan kreditlardan vaqtida foydalanib, vaqtida yoqqan fuqaro bo'lgan bo'lsa, shu yangidan korxona tashkil etib, rahbari o'zi bo'lgan bo'lsa, bu fuqaro, bu korxona shu kreditimizda 312 sonli qarorga asosan kredit ajratish mumkin. Bu pul o'tkazish yo'li bilan ajratiladi. Keyin bugungi kunda endi PK 60 sonli qarorimiz bor. Bu yoshlar 18 yoshdan 30 yoshgacha bor. Yoshlar bilan maqsadi shu tadbirkorchiliklarni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish 100 million so'mgacha garovsiz beriladi. Muddati 5 yil 18%dan 1 yil asosiy qarzdan imtiyoz bilan 3 oy foizdan ham imtiyoz bor. 3 oy foizdan to'lanadi kreditimizda. Bu 18-30 yosh oralig'idagi yoshlar ajratiladi. Agar 100 milliondan ko'proq oladigan bo'lsa, yuridik shaxs tashkil etgan holda 2,5 milliard so'mgacha kreditning maqsadidan kelib chiqib ajratilaveradi. Bu PK 60 sonli qarorimiz. Keyin endi bugungi kunda bankimiz tomonidan ipoteka kreditlari birlamchi, ikkilamchi, ta'mirlar, yashil ta'mir deydi. Undan keyin yashil energiya, quyosh paneli o'rnatib turibdilar. Bu kreditimiz bor. Avtokredit, mikroqarz, chakana gibi, kredit karta, bir qancha kredit turlari bugungi kunda ajratilib keladi. Ta'lim kreditlarimiz bor. Eğer ushbu kreditlarda kimda muammo bo'lgan bo'lsa, kim qiziqtirgan takliflar bo'lgan bo'lsa, mahalla agentimizga murojaat etsa, mahalla agentimiz yoki shu o'zimizda bo'lsa, bank o'zida bo'lsa, bank o'zida hujjatlaringizni ko'rib, rozi kreditlar
rasmiylashtirish ham oson bo'ladi. Ko'p kreditni rasmni konveyer usuli, ya'ni Face ID bilan kameraga qarab turasiz, yarim soatda yetmaydi. Plastikni zapga tushadi, olib ketaverasiz. Shuning bo'ladi. Avvalgining qog'ozga, bu yerdan pechat pasportga yana narsalar yo'q hozir. Ko'p oilachilikda chek qo'yildi. Kimda shu takliflar bo'yicha, bank mahsulotlari bo'yicha savol, taklif, muammo kimda bo'lsa, aytsangiz bemalol javob beraveramiz. Bormi? Pensiyalar yo'q hozir Pensiyalar yo'q. Pensiyalar faqat bir kredit turimiz bor. Bu Agrobank mobil ilovasi orqali kartadan yo'llanib tushib turadi. Shu aylanmasidan kelib chiqib, o'zi 1 yil muddatda mikrokarz, 2 yil muddatda mikrokarz uzatib beradi. 50 million so'mgacha. 50 million so'm. Faizi mikrokarzdan keyin to'lanadi 20 30-31 foizdan. muddatda. Agrobank hazırda bak. Mesela şöyle çekiyorsan, başka çekiyorsan, hatır pensiyalar olsa, gel basmana da geliyor. Bu eğer telefondan alamadıysanız gelin oturursunuz. Telefondan alıp koyarsınız. Türü var, yüklen türüne kadar bir yere gelinlerden alalım, gelin telefondan alalım. Onu yapıyorlar. Ben 32'de almayalım. Ağzı şunu